Dahshatli yong'in sabab hozir o'rtoqlar mana shu xonadonda yashash imkoniyati yo'q. To'g'risi karta raqam qoldirishga qo'rqyapman. Chunki bizning litsoyimizdan bo'lgan musibatdan foydalanib odamlar karta raqamni o'zgartirib qo'yib, o'zi uchun foyda ko'rmoqchi bo'lgan har xil insonlar bor. Bilmadim, balkim inson toifasiga kirmas, hayvon toifasiga ham kirishi mumkindir. Chunki birovning musibatidan foydalangan va xursand bo'lgan bu odamgarchilikka kirmaydi. Oldimda o'rtoqlar shu xonadon egasi, ism familiyani o'zini tanishtirib. G'iyosov Shahazim. Beshqaroch mahallasi 177-uy. Uchtepa tumani. Xonadan-xonaga yong'in o'tib ketgan. Uylarning hammasi yonib ketibdi o'rtoqlar. Shu ikkitagina xona bor ekan. Hozir shu ikkitagina xonada jon saqlab turishdi, lekin uni ham tomi ochiq holatda. Kimdir shu tomini yopishga yordam berish uchun tunikada ishlar yoki taxta ishlab chiqarar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bir dona mix bo'lsa ham o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga ham murojaatim, o'rtoqlar befarq bo'lmaylik. Rozi bo'lsang telefon raqamingni qoldiraman. Sizlarning guvohingizda uy egasini guvohligida aytyapman. Bir sim puliga aloqam yo'q. Xudodan qo'rqaman. Shunchaki befarq bo'lmaylik o'rtoqlar. Hech bo'lmaganda videoni yaqinlarga tarqatib qo'yaylik. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.